Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasi kadastr hujjati tayyor bo'lgan kvartira so'ragan hurmatli mijozlarimiz uchun 6-etajda joylashgan kvartiramiz sotiladi. Subsidiyaga ham tushadi bu kvartiramiz, eslatib o'tamiz. Boshki to'lovi примерно 65 million so'm bilan chiqib ketadi. Sizlarga qisqachagina kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Bu kirish qismimiz kirganimizda to'g'rida bitta kattagina koridordan kirganimizda kattagina bitta mehmonxona qismimiz mavjud. Kirganimizda bitta katta mehmonxona va mehmonxonamizni oldida bitta bu joyda bitta bolalar xonasi mavjud. Bu joyda bitta bolalar xonasi va bolalar xonasi oldida bitta umumiy sanuzel, bu joyda umumiy dushovoy bo'ladi. Bu joyda unitazi, tualeti отдельно bo'ladi. Buni oldida bitta oshxona qismimiz mavjud. Bitta oshxona qismi bu joyda va oshxona qismimizni ro'parasida bitta kattalar yotoqxonamiz mavjud. Ro'parada bitta kattalar yotoqxonasi. Bu joydagi kattalar yotoqxonamizdan kattagina, kenggina, shinamgina bu joyga eslatib o'tamiz. Qo'lni issiq pol qilib berishadi, tepli pol qilib berishadi. Kimga qiziq bo'lsa kelib, shaxsan ko'zlaring bilan ko'rib, baraka qilishliklari mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan da arzonlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat.